kamroq uxla degan bo'lardim. Bitta bosing. Hayt. Doddan kirami? Bugun bitiruvchi sifatida o'zingizni qanday his qilyapsiz? Bu yakunmi yoki yangi boshlanish? Bu yakun emas albatta. Bugun bitiruvchi sifatida o'zimni juda ham boshqacha his qilyapman. Bir tomondan hayajon, bir tomondan quvonch hissi. Hayajon nima uchun bilamiz? Endi baribir katta hayotga qadam qo'yapmiz hammamiz. Bu hislarni ichiga sog'inch ham kiryapti, chunki hozirdan universitetimni, o'qituvchilarimni, kursdoshlarimni juda ham sog'inishni boshladim. Bitiruvchi kurs talaba sifatida birinchi kurs talabalariga qanday maslahat berasiz? Albatta, birinchi kurs talabalariga beradigan birinchi maslahatim bu vaqtdan to'g'ri, unumli foydalanish. Chunki universitetimizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan va bu shart-sharoitlardan unumli foydalanib qolish kerak. 4 yil suvdek o'tib ketar ekan, mana bizda o'tib ketgandek. Va yana bir maslahatim bu do'stlar, ko'proq do'stlar orttirish va o'qituvchilardan maslahatlarni ko'p olib olish, chunki baribir bilamiz o'qituvchilarimiz hammalari professional va ularning maslahatlari butun hayotimiz bo'yicha kerak bo'ladi. Qaysi o'qituvchingizga nisbatan ideal so'zini ishlata olasiz va nima uchun? Aynan bir o'qituvchiga ideal so'zini ishlasak juda ham xato bo'ladi, chunki bu yerdagi o'qituvchilar barchalari ideallik darajasiga yetganlar, komil insonlar. Lekin meni ko'nglimda juda ham chuqur olgan bir o'qituvchi bor, bu kishi Matluba Ahrorovna. Bu kishining darslarida vaqt qanday o'tganini sezmay qolardik. Juda ham qiyin bo'lgan mavzularni sodda misollar bilan tushuntirib berardilar va bu mavzular hech qachon bizning esimizdan chiqib qolmasdi. Bundan tashqari barcha o'qituvchilarimiz bizga juda ham chuqur bilimlar o'rgatganlar va bergan bilimlari uchun juda ham minnatdormiz o'qituvchilarimizdan. Birinchi kursdagi o'zingizga nimalar degan bo'lar edingiz? Qanday maslahatlar, qaysi xatolarni takrorlamasdingiz? Albatta, birinchi aytadigan narsam bu o'zingga ishon va harakatdan to'xtama degan bo'lardim. Keyingi muhim narsa bu bugungi ishni keyinga qoldirma. Ota-bobolarimiz bejizga aytmagan ekanlar, qolgan ishga qor yog'adi deb. Agar yana imkoniyatim bo'lsa, hammasini batartib, boshidan rejalashtirib qilib borgan bo'lardim ishlarimni. Ushbu o'quv yillari mobaynida oltinga teng tajriba nima bo'ldi siz uchun? Ushbu o'quv yillarida olgan eng muhim narsam bu bilim va malaka. Hozirda o'quv amaliyotida biz va shu bilan bir varakayda ishlayapman ham va o'qituvchilarimiz bergan bilimlari, metodikalari, o'rgangan bolalar psixologiyasi ish jarayonida juda ham kerakli bo'lyapti va bu oltinga teng bilimlarni hech narsa almashtira olmasa kerak. Qadrli xotiralarni eslasak, shu vaqtgacha esda qolarli qanday xotiralar yuz bergan kursdoshlaringiz bilan yoki o'qituvchilaringiz bilan? Bunaqa xotiralar juda ham ko'p, chunki Osiyo xalqaro universiteti darslari juda ham unutilmas bo'ladi va bu yerda talabalik hayoti ham juda ham qiziqarli. Eng esda qolarlisi bu menimcha shashlik pachimiz, chunki shashlik pachida qish bo'lgan, o'sha kunlari juda ham sovuq bo'lgan va o'g'il bolalarimiz bizga juda ham shirin bo'lgan shashlik qilgan, lekin shashligimiz muzlab qolgan. Eslayman, ichimliklarimiz ham muzlagandi, lekin eng muhimi shashlik ta'mi yoki issig'i emasligi, eng muhimi bu emotsiyalar bo'lgan.